Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana hozir men ipodromga keldim. Avtobuslar, hurmatli do'stlar. Mana bu to'g'rimizdagi masjid. Mana bu Abu Sahih Center Titanik ekan. Buni nomi prozvishasi, ya'ni Titanik tagida ham podval bor ekan. U podvalga kirib biz bir paytlar oyoq kiyim olardik. Endi qani yana bitta podval bor ekan, uni qidirib ko'rayman. Bu qanaqa tovarlar? Abu Sahih hurmatli do'stlar. Yaxshi yigit, mana bu nimamiz, polichkamiz qancha ekan? 1 million 200. Mana bu 1 million 2,5. Tagidagisi 2,5 million. 1,5. 1,5 million. Qorasi chiroyli ekan. Bu qancha ekan? 1 million. Mana bu kichkinarog'i 1 million ekan. Rosa ham glyansoviy chiroyli chiqibdi lekin. Hurmatli do'stlar, Abu Sahih bozori. Mana trassani ustida Orientir gostinitsa ekan. Alfa Trade Center qo'yibdi. Mana shu tagidagisi chiroyli ekan. Ana vitrajli холодильникlar. Oho, rosa ham katta ekan u. Qoyilman. Assalomu alaykum. Bu eng kattasi qancha ekan холодильник? Ha? Narxi qancha? Yo'q, narxi qancha? $700. $700. Mana shu kattasi. Zo'ru? Qoyilman. Ana. 2 va nima ekanda? Qancha litr? 718 litr. 2 va nima ekan? Rosa katta ekan. Qolib ketmayman. Men mana shu sarig'idan oldim. Sizda qanchadan ekan shuni narxi? $390. Qancha? $390. $390. So'mga qancha bo'lyapti? Mana uyimda hozir mana shuni ishlatyaptik. Bizga 6 milliondan oshdi-da. 5 million 70 ming. 5 million 70 ming. Mana. Kim olib ketaman desa 5 million 70 ming ekan. Rosa ham chiroyli, rosa ham yaxshi. Ha? Nargina hisoblab beraymi? Ha, kattasini. 9 million 100 ming. Kattasi. Shaharga dastlabki. Rahmat, sog' bo'ling. Mana kelaverasizlar hurmatli do'stlar. Mana shu akamiz sotyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Vitrinlar qancha bo'lgan? $400 boshlanadi. $400 boshlanadi. 380 ham bor. 380 dan boshlanadi. Nechi bilan tugaydi? 700 bilan tugaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bытовой texnikalarni koni. Mana koni ekan bытовой texnikalarni. Hamma narsa bor, topsa bo'ladi, faqat pul kerak, hurmatli do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, yo'l-yo'lakay deyiladimi? Boshqa podval degan joyga ketyaptim, masjid to'g'risidagi. Mana bu gazlar qanchadan ekan? Gazlar. Aha. 2 million 250 manda. 2 million 250. Aha. 2 million 250. Ko'ring.
nechta nimasi bor ekan? Duxovkasi kambrivinie. List. Ikkita, parnis ikkita. List ikkita и reshotkasi bitta. Ha, list ikkita bo'lsa unda yaxshi. Kompaniya O'zbekistonmi Vesta? Yaxshi. Aha. Yana qaysi gazlaringizni maqtaysiz? Hammasi O'zbekiston. Artel olganingiz yaxshiroq. Ichkarida ishlarga. Mana ukajonim, siz hozir Artel mahsulotini maqtayapsiz. O'zi dizayni ham rosa ham chiroyli qilingan ekan. Qarang, rosa ham chiroyli. Ayol kishi uchun oppoqqina. Endi bu yerda nechta listi bor? To'g'ri ikkita ekan mana. Ikkita listi, bitta reshotkasida. Aha. O'zini maxsus ishlaganda ushlaydigan mana maxsus qoliplariga ega. Mana Tagi gaz bilan yonadi dedingiz. Tepasi elektriskiy nimasi bor? Spiral. maxsus qiziganda ushlaydigan narsalarga ega. Mana ochib qo'yiladi. Grili bor, podsvetkasi bor. Duxovka tepasi elektriskiy bo'ladi, pasti gaz bo'ladi. Baravariga bitta vaqtda yonadi. Avtopojiga bo'ladi o'zi yonadi duxovkasi avtomatik. Oldingi gazlarda mana faqat past o'zidan pishardi-da. Da, tepada yo'q edi. Tepada yo'q edi. Hozir elektriskiy bo'lganda hisobiga xoling pastda pishirsiladi. Davatning tepani yoqqanlarida qizartirib pishirib vashi cho'tli chiqarib beradi xudo xohlasa. Dizayniga ham gap yo'q. Yopilishi ham qattiq yopilmasdan sekingina yaxshi. Grand Appetito 02 degan model. Mana yozilgan, mana shuni. Shu yerga yozilganmi? Gaz. Yo'q, bu yerda Bitta yozilmagan-ku. Qanaqa qilib bilsak bo'ladi biz buni modelini? Buni modelini biz hali mahsulotimizni ichini ochganimizda mana bu serinkasi bo'ladi. Hujjati Hujjatini qo'ysangiz, mana shundoqqina mana kanalim a'zolari ko'rib o'zlariga tanlashi mumkin. Narxi qancha ekan? Narxi 3.560.000 so'm qilib beramiz. Sizni so'rab kelasiz, xudo xohlasa. Kompas kanalidan kelishsa, bu yerga nomi yozilganmi gazni? Gazni nomi yozilgan. Mana Grand Milagro 01K deb yozilgan. Grand Milagro ekan. Kompas kanalidan kelganlarga hurmatli do'stlar, mana narxlar tushib beradi. Men o'zim Ferre degan gazni oluvdik, ya'ni 90 santimetrlikmi o'zim. 90. Rosa ham duxovkasini yoqishda qiynalvatdik. Nimaga bunaqa qiyin bo'lyapti, men hech tushunmayaptim-da. Bu qanaqa gaz ekan? Qaysi? Bu Artel bu ham. Bu ham Artel. Bu polniy gazligi bu. Aha. Bu polniy gaz, chirog'i bo'ladi duxovkaga, chirog'i bo'ladi, grili bo'ladi, taymeri bo'ladi. Taymer hech narsani o'chirmaydi, faqat eslatma sifatida ma'lumot beradi. Deylik, oshxonada ovqat boshqa mashg'ulot bilan shug'ullanib qolganingizda eslatish uchun Da. Aha. Signal beradi. Xo'p. Duxovkasi polniy gaz bo'ladi. Duxovka tepasi gaz bo'ladi. Baravariga bitta vaqtda yonmaydi. Birinchi pasti pishirish kerak bo'ladi. Da, keyin tepani. Xuddi Ferreda ham xuddi shunaqa. Mana bunda ham ichida sveti bormi? Bor, chirog'i bor. Bu yerda ham parnisda ikkita bo'ladi, o'sha listi, bitta setkasi bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Yoping eshigini. 3.130.000 so'm bo'ladi. Tushunarli, umumiy gazlar. Endi rossiyskiy gazlar bormi deb so'ramoqdim, beloruskiy gazlar. Qaysi gazlar masalan o'zingiz uy bekasiga, uyingizdagi onajoningizga yoki kelin bolaga taklif qilgan bo'lardingiz? Mana shu yerda ishlaysiz-ku siz. Xo'p. Savolingiz uchun rahmat. Hamma gaz plita o'zi bir xil vazifani bajarib beradi, shu yonishini ta'minlab beradi xolos. Endi Artelni men o'zimni shaxsan uyimda 2013-yildan beri ishlataman. Xo'p, haligacha bir muammosi bo'lgani yo'q, xudoga shukr bo'lmasin. Endi Artelni afzallik tarafi nimada? Servisi bor, garantiyasi bor, ustasi bor. Yana aksessuarlari topiladi. Misol uchun deylik, sizniki mana oddiy temir bo'ladigan bo'lsa, siz chugunli qilmoqchisiz buni. Shu chugunli qilishingiz uchun alohida shu Artel servisiga borib murojaat qilsangiz, mana shunga
mana bunaqa chugun topib beradi. Da, mana. Chugunidan Aha. bemalol Da, xaridni amalga oshirib, chugunli qilib yuborish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi ruchkalari topiladi deylik, endi keyinchalik Keyinchalik agar buzilib ketish darajasiga yetib qolsa, da. Endi bari texnika hammasi To'g'ri, buziladi. to'g'ri. 10 yil bo'ladi, 15 yil bo'ladi. O'shanga o'zim ishlatayotganligim uchun boshqa gaz plita olish maqsadida kelgan xaridorlar uchun ham ikkilanmasdan bemalol o'zimni uyimga olganga tavsiya qila olaman. Artel mahsulotlari. Bo'ldi, gap yo'q ukajonim. Молодец. Mana endi xolodilniklarni qarang. Qanaqa chiroyli rangdagi xolodilniklar, hurmatli do'stlar. Xolodilnikni mana oxirgi chiqqan modeli. Bo'yi 1.86 bo'ladi, eni 60 sm, chuqurligi, glubinasi 65 sm bo'ladi. Hop, ichiga to'xtaladigan bo'lsa, 3 qavat. Polochkalari bor. Tokchasi bilan jihozlangan. Total no frost. Har bitta tokchasiga adden sovuq havo oqimini purka beradi. Ya'ni ultra cooling sistemasi shu tez sovutish tizimi hisoblanadi. Ultra cooling, Total no frost har bitta tokchasiga adden muzlatadi. Tak, morozilkasiga to'xtaladigan bo'lsa, morozilkasida 6 oydan 10 oygacha mahsulotlarni, meva, sabzavot, go'sht shunga o'xshash saqlash mumkin. Muzlatib olib qo'yilsa bo'ladi. Narxi qancha bo'lyapti? Hop, buni narxini sizni kanalingizdan kelishsa $500 bo'lsa 6,5 million so'm qilib beramiz. 6,5 million so'm. Qanaqa chiroyli rang. To'rtga chiqqan zeleniy seriya rangi. Buni 3 xil rangi bor. Oq rangi bor. Ya'ni tabiiyki oq hammamiz yaxshi biladigan rang. Da, har doimgi rangdan. Zeleniy seriya mana bunda zeleniy seriya rangi bor. Hamda qora rangi bor hamda. Qora rangi bor. Oq, qora, zeleniy seriya ranglaridan bor. Mana bu rangi ham chiroyli ekan, qarang. Bunaqa rangi ham bor. Вообще bu Avalon ekan. Siz hozir bu ham o'zimizni Arteldan chiqayotgan xolodilnik. Masalan, meni uyimda Indezit olganmanda, Indezit bilan bu Artellar hozirgi vaqtda qanaqa farqi bor? Endi juda katta farqi bor. Endi nima desa bo'ladi? O'zi ikki turga bo'linadi xolodilnikda. O'zi olganimga 10 yil bo'ldi uni, albatta o'zi. O'zi ikki xili bor xolodilnikda. Havoligi bor, qirovligi bor. Endi misol uchun siz uyingizga qirovli bo'ladigan bo'lsa, qirovliga qaraganda bu oxirgi oxirgi zamonaviy takomillashib ishlab chiqarilgan. Bunaqasi masalan men bu 3 ta nimadan sovuqlik purkalish bizani уже Indezitdan 10 yil oldin, конечно, yo'q, уже yo'q. Unaqa funksiyasi yo'q. Lekin xuddi shunaqa balandlik, xuddi shunaqa morozilkasi tagida, no siz aytgan tepadagi mana bu funksiyasi yo'q. Zamonaviy funksiyalariga ega emas. Bo'yi 1.85 bo'ladi. Hamda boshqaruv Timer. Xolodilnikni hamda bu displey orqali boshqaruv imkoniyati mavjud bo'ladi. Ya'ni fridge bosi, morozilkasi +7 dan +1 gradusgacha yaxlatib beradi. Morozilkasi -15 gradusdan -25 gradusgacha Kontrol mana tashqi tarafidan. Upravleniyasi bu yerda. Bu mana yangi уже modellar. Bu Avalonda ham xuddi shunaqami? Avalonda ham xuddi shunaqa. Avalonning narxi faqat sag'al bularga qaraganda qimmatroq chiqadi. Da. Kачествоsi yaxshiroq. Bu $620 beramiz. Rangini qarang, rangini. Вообще yaltiryapti-yu. Rosa ham chiroyli ekan. Menga tashqi tarafi nimasi yo'qdi, вообще rangi. Stальной цветmi bilmadim, qanaqa rangi hisoblanadi bu hozir. Bu inox rangi hisoblanadi, ya'ni po'lat rangi. Inox Nержавейка rangi. Zanglamaydi yo sarg'ayib ketmaydi. Endi vaqtida zamonaviy qurolli nima desa bo'ladi, oldinga qaraydigan rangi oq. Dollarga hozir $620. Qo'yib qolish kerak. Rosa ham chiroyli ekan. Yaxshi yigit, vizitkangiz bormi? Endi sal kichkinaroq xolodilniklar bilan tanishtiramiz. Hurmatli yurtdoshlarimizni. Mana shu eng kichkinasi qancha ekan narxi? Mansurali? Eng kichkina artelimizni, xudo xolisi bo'yi 1.45 cm.
Yana 60 yana 55 santimetr bo'ladi bu. Hop. Buni 3 million 170 ming so'm qilib beryapmiz. Bu rangini, seriya rangini. Oq rangi bor, yana ham 100 ming arzon bo'ladi oq rangi. 3 million 170 ming. Seriya rangi. 3 million 70 ming so'm oq rangidan bo'ladi. Oq rangidan ham bor. Mana. Aha. Bo'y kattarog'i bor. Bo'y 155 liga bor. Bo'y 155 santimetr bo'ladi. Oldingi modelimiz bilan farqi bor. Ichida farqi bor. Litrajda farqi bor. Da. 166 litrga bu 187 litr bo'ladi. Hamda tortmasi ham ikkita bo'ladi. Bunda bitta bo'ladi. Da, bunda ikkita, masalan, sabzavotlar bittasiga mevalar solib qo'yadi. Endi mo'ljallangan. Bu bilan buni narxida qancha farq bor ikkalasida? Bu modelimizni 3 million 550 ming so'm beramiz. Bu rangini. Aha, bu. Bunisi 3 million 170 ming so'm. Где-то 200-300 raznica bo'lyapti. Aha. Endi buni ishlash prinsipiga alohida to'xtalib o'tib ketsak bo'ladi. Yangi upakovka olinganida har bitta mijoz uyida mana bunday yangi upakovkadan mana bunday chiqadi. Da, shunaqa turadi-ku xolodilligimizda. Bu nimasi o'zi? Hop, bu o'zi qirov yig'iladi. Qirov yig'ilgandan keyin o'zini eritib, suv chiqib ketadigan joy hisoblanadi. Mana shu probkachasi olib qo'yilinadi. Probka olib qo'yilgandan keyin qirovni mana bu tomchi bo'lib yig'iladi. Terilayotganga o'xshab hop, tomchi yig'iladi. Har 2 oyda bir, yoz kuni bir hafta bir o'zini eritadi. Eriganda suv tomchilab, mana shu teshigi orqali hop, yomkisligiga boradi. Kompressor qizayotganda hisobiga ispariyani qilib, уже bog'lanib, уже yuvib ketadi orqaga. O'zi chiqarib beradi avtomatik tarzda. Понятно. Biz xolodilnik olganda buni so'ramagan ekanmiz, borib olib qo'yishim kerak. Xuddi shunaqa gvozdiki turibdi. Aha. Shundoq tartibda olib qo'yiladi. Sog' bo'ling. Mansur Ali. Keyingi modelimiz, hop, bu modelimiz bor. 4 million 200 ming so'm beramiz bu modelimizni. Xuddi shuni morazilkasi pasadaligi hisoblanadi bu. Bu ham qirov yig'imni uzatadi. Shu boyagi tartibda qirov yig'adi, o'zini o'zi eritadi, suv yuvib ketadi. И morazilkasi pasada bo'ladi. Buni afzalli tarafi, misol uchun mol go'shti, qo'y go'shti, g'alu go'shti, har xil go'shtlar arzendan muzlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. So'mga qancha bo'lyapti dedik? So'mga 4 million 200 ming. 4 million 200 ming. Aha. Yaxshi. Endi bizaga ozgina mana shu konditsionerlar haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, nech milliondan nech milliongacha ekan bizani mana yaqinda boshlanadi sezonimiz. 4 million 50 ming so'mdan boshlanishi. Mana bu 4 million 50 ming so'm. Aha. Yangi chillachi Marvarid degan modelimiz. Endi ko'pchilik klientlarimiz yo artel mahsulot oladigan insonlar bizga savol beradi. Chillachi nima degani? Aha. Eng g'alamli savol deb javob o'tib ketaman. Chillachi degani bu model emas. Chillachi degani laqab. Artelni konditsioneriga qo'yilgan insonlar tomonidan laqab chillachi. Ya'ni chillachi yozi chillasida o'zini mustahkam sovutish jarayonida ishlab bergani bilan ajralib xalq e'tiboriga tushgan xaridorning morazilkam konteynerimiz hisoblanadi. Aha. Endi bu modellarimiz yangi hisoblanadi. O'shani hisobiga reklamasida mana yangi chillachi deb qo'yilgan. Yangi chillachilarimizning boshlanishi 4 million 50 ming so'mdan boshlanadi. Marvarid degan modelimiz 4 million 50 ming so'm. Iceberg modelimiz bor. Ben o'zimga yarasha 4 million 620 ming so'm. Aha. 4 million 850 ming so'mning Everest degan modellarimiz bor. Endi bularni nimaga qimmat arzon etadigan bo'lsa, bularda fenil ichida qo'shimcha ten bo'ladi, ya'ni qishda -20 gradusga tashqarida sovuq bo'lib ketadigan bo'lsa, ichkarini bemalol havo oqimi bilan berish uchun ishlatib beradi. Hop. Mana men -20 gacha havo harorati sovuq bo'lib ketsa, o'shaga bemalol ishlab bera oladi. Endi animal sovuq bo'ldi 2022-yilda o'sha animal sovuqlarda ham modellarimiz
Aha. ishlab berdi xudo xolisa. Bu modellarimiz -7 gacha mo'ljallangan. -7 bo'lsa, issiqlik bizaga Sovuqlik, sochi tashqaridagi harorat -7 gradusgacha sovib ketadigan bo'lsa, aha. Ichkarigi issiqlik bizaga bera oladi. bera olmaydi. Bera olmaydi. Eng afsuski bera olmaydi. Ah. Faqat bahorga yoki kuzgi kechqurungi salqin havoga mo'ljallangan. Shuni hisobiga bu arzonroq. Bu modellari qimmatroq bo'ladi. Aha, bu modellar nomini nima dedik? Iceberg. O'rtadagi iceberg. Iceberg qishda masalan isitib bera oladi. Bemalol. Aha. Значит, bu два в одном. Yozda ham, qishda ham unumli foydalansa bo'ladi. Narxi aha, 4 million 620 ming so'm. A bunimiz 4 million 50 ming so'm. Bu bahor havosi bilan yozgi havoga mo'ljallangan ekan, hurmatli do'stlar. Mana endi bu tepasidagilar bular uyga xonani razmeriga qarab уже narxlar belgilanib ketaveradi. 12 taligi, 18 taligi, 9 taligi, kvadraturadan kelishini holat bo'ladi. Aha. Endi hozir kvadratga 12 talik necha kvadratga bo'lgan savolli bo'ladi. Da. 9 talik konditsionerimizni 20 kvadrat metrgacha bo'lgan hududni bemalol sovutish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, 4 million 50 ming so'mdan necha milliongacha oxiri borib tugaydi? 10 milliongacha. 10 milliongacha kvadraturasiga, razmer nimasiga qarab, xonani katta kichikligiga qarab belgilanadi, hurmatli do'stlar. Endi bu konditsionerlarimizda split model hisoblanadi. Split degani ya'ni dovolga osiladigan variant bo'ladi. Ya'ni hamda kolonnilari ham bor buni. Kolonnilar endi katta. Da, katta kolonni to'yxonalarga yoki kafelarga, katta xonalarga mo'ljallangan variantlari ham bor, hurmatli do'stlar. Mana men vizitkasini qoldirdim. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Agar kimda kim kela olmasa, uyimizga dastavka bormi deganlarga dastavka ham qilib berasizlar. To'g'rimi? Beramiz. Dastavka kelishilgan dogovor asosida bo'ladi faqat. Albatta. Nimasi kilometrajiga qarab. Masalan, Toshkent viloyatida bo'lsa, uydan chiqa olmay, kela olmaydigan insonlar bo'lib qolsa, ularga ham dastavkani kelishilgan holatda tashkillashtirib berasizlar. Mansur Ali, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa mana shu videolarni ko'rgandan keyin mana shu xolodilniklarni xarid qilishga yurtdoshlarimiz keladi degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni nomingizdan, sizni kanalingizdan Feruza bo'laman. Obunachilaringiz tomonidan agar bizga murojaatni ketishsa, yana ham arzonroq berishga harakat qilib beramiz. Bo'ldi, sog' bo'ling. Mana Kompost kanaliga xush kelibsizlar, hurmatli yurtdoshlarim, tanimagan insonlar, kanalim mehmonlari. Yigitimizning ismi Mansur Ali bo'ladi. Machit to'g'risidagi ipodrom Abu Sahina machit yonidagi magazin. Telefonlashib bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'ling. Mansur Ali, salomat bo'ling. Omad ishingizda. Hurmatli do'stlar, mana Abu Sahina yonidagi machit. Mana to'g'rida Artel degan S5 do'koniga kirdim. Mansur Ali ismli yigit bizlarni hozir tanishtirdi mahsulotlar bilan. Mana bitovoy texnika, maishiy xizmat vositalari bilan. Mana kimga kerak bo'lsa, mana shu joyga bemalol kelaverasizlar, hurmatli do'stlar. Rosa ham yaxshi, chiroyli maishiy xizmat nimalari bor ekan. Gazlar, xolodilniklar, men hali ulgurmadim. Pilesoslar bilan, pilesoslarni ham obzor qilib bering deyishga, chunki boshqa safar kelaman. Hozir shoshib turibman, hurmatli do'stlar. Mana butavoy texnikalar tarafi maishiy xizmat vositalari mana shu joyda ekan. Mana bu orientir
Bu yerda rosayam ko'p. Mana turli tovarlar. Qaranglar, voy. Bu taraflarga kelmagan ekanmiz. Xolodilniklar ham. Hamma narsa mana mashitda ekan, hurmatli do'stlar. Podstavkalarga gap yo'q, rosa chiroyli chiqarishibdi. Qanaqa narxdan boshlanadi? Avtomatlar 200 dollardan boshlanadi. 200 dollardan ham boshlanadi. Qaysi firmaniki? Mana Zifler. Zifler? Oho, assalomu alaykum. Eng tepadagilarmi? Tepada 6 kilolik. Shunda ular narxi so'mga qancha? 2600 ming. 2 million 600 ming. Qayerda ishlab chiqarilgan? Xitoy invektor motor. Yaxshimi? Zo'r. Kачествоsi jaliba yo'qmi olganlardan? Yo'q. Eng ko'p sotiladigan hadovoy-ku. Da? Masalan, biz 10 yildan beri LG ishlatamiz-da. Bu farqi nimada ikkalasini? Endi 10 yil. Qarang, LG eskirdi. DD motor, bu Remen motor. Shuning uchun sal arzonroq. Ha. LGlar qimmat. Da. Lekin siz olgan koreyskiy, hozir bular Xitoyniki hozir. Понятно. Xitoyniki bo'lsa ham yaxshi ishlayaptimi axir? Garantiyasi bor. Motoriga 10 yil garantiya beryapti. O'zi. O'ziga 3 yil. Bir oy ichida bu narsa bo'lsa, yangisiga barter. Bir oy ichida bir narsa bo'lsa, U narsa bo'lsa, yangisiga barter. Servisga bor deb o'tirmaydi. Yangisiga barter qilib beradi. o'zingiz masalan sizdan olib ketsak, mana shunaqa 2 million 600 ming. qo'yilaman. Endi katta televizorlaringiz qanchadan ekan? O'rtadagisini вообще dahshatu. Nechiga nechi? Buni qarang, 790 dollar qilib beraman, 65 tali. 65 790. 70 htiki bor. 450 dollar. Bu ham moshina. Haysanisi bor. Nemitskiy brend. U qancha ekan? 550 dollar yani. Bu ham zo'r. Nech nimali dyuymli? 65. 65lik. 550 dollar dedingizmi? 75. 75ligi qancha ekan? 690 dollar. Bunisi 85. 915 dollar. voy, unda men endi do'konni nomini aytmayman. Kreditga beradigan do'konda masalan mana bu nechiga nechi qor yog'ayotgan uyimiz? Bu 55 talik. Shu 55 talikka 55 talikmidi, sal kattaroqmidi, 15 million deb qo'yganda. Yo'q. 65 takkan bo'lsa, 15 million emas. Undan ham qimmatda. Shunaqa ham qimmat bo'lib ketdimi dedim. U yo'q. katta emas edi. Mana shu eng kattani qancha dedik? Bemalol pult upravleniya hamma narsa joyida, ranglari ham. Shunda eng arzoni qancha sizda? Eng arzoni 100 dollar. 32 talik. Keling. 32 talik 100 dollardan bu eng kattasi mana bu 915 dollar. 915 dollargacha. Hurmatli do'stlar, vizitkangiz bormi? Bor. Bitta vizitkangizdan bering. Bak. Do'stlarim, baribir mana naqd pulga optimga olinsa arzon ekan bu, hurmatli yurtdoshlar. Mana shu televizorlar va avtomat kir yuvadigan mashinkalarni koni eshitdinglar o'zinglar. 2 million 600 ming eng arzon. 470 dollar gerisiga beramiz. LG'miz qancha bo'ldi endi hozir? Hurmatli do'stlar, mana to'g'ridagi masjidning oldidagi darvozadan qayildik. Vizitkasi bor. Mana shu magazin.
2.600.000 dan boshlanadi kir yuvish avtomat mashinkalari. Mana katta chiroyli televizorlar. Rosa ham katta televizorlar. Kimga kerak bo'lsa katta zallarga bemalol xarid qilish mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana xuddi shu joyga kelib xarid qilib ketinglar. Kiyim-kechak podvali qaysi tarafda? Bu yoqdami? Kiyim-kechak podvali. Bu yoqda. Bытовой texnikalarni qaranglar, hurmatli do'stlar. Xohlagan firmani, xohlagan bытовой maishiy xizmat texnikalarini mana shu yerga kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Qoyil qolish kerak. Tadbirkorlarga rahmat. Mana tadbirkorlarga qoyil qolish kerak. Shu tovarlarni qatladan borib olib kelmaydi. Qaysi joylarga borib shartnomalar tuzib, dogovorlar qilib, pullarini tikib mana shu tovarlarni olib kelishadi, hurmatli do'stlar. Faqat laykinglarni kutib qolamiz. Statistika bo'yicha mana hurmatli do'stlar, bizani O'zbekiston SNG mamlakatlarini YouTube tomoshabinlari like bosishga qizg'anar ekanda. Ko'rishadi-da, masalan. Podpishchiklar ham yoki kanalimiz mehmonlari ham statistika bo'yicha like bosishmaydi. Kamdan kam odamlar like bosadi. Boshqa mamlakatlarda, masalan Yevropa mamlakatlari, masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida like bizaga nisbatan like bosishi qizg'anishmaydi. Bugun meni obzorim qaranglar, maishiy xizmat texnikalari bo'ldi. Mana bu nima kichkina ko'rinyapti, lekin eng katta televizor ekan. Assalomu alaykum, sog' bo'ling. Shu yerdan ko'rinyapti. Mana shu eng katta televizorimiz qancha ekan narxi? Bilmadim, ichkaridan so'rang. Mayli. Primerna bildim. Sog' bo'ling. Rosa ham chiroyli ekan. Qoyil qolish kerak. Endi uni 10 metrli zalga qo'yish kerak. Xudo xolasa. Mana televizorlar. Turli razmer. Soat 5 bo'ldimi? Kech bo'ldi. Mana bu yerda ertalabda menimcha bozor qaynasa kerak. Men soat mana Gul bozoridan chiqib shu yerga keldim obzor qilish uchun. Endi kiyim-kechaklarni xudo xolasa boshqa kuni obzor qilaman. Hamma yoq top-toza. Hurmatli do'stlar, mana hozir mana bu Abu Sahi masjidi tanishtiraman. Mana shu joyda podval bor ekan, kiyim-kechak sotadigan. Endi hozir shu podvalga qarab boraman.
1 metri 40 ming ekan, hurmatli ayol qizlarimiz. 1 metri 40 ming. Va nihoyat Instagramda ko'rgan podvalga yetib keldim. Endi bu podvalning ichida nima bor ekan, nima yo'qligini endi ko'raman. Hurmatli do'stlar, qani ket